Assalomu alaykum YouTube ahli. Sog' salomatmisizlar? Tanijonlaring sog'mi? Kirib kelgan Ro'zai Ramazon bilan barchalaringni tabriklayman. Bu Ramazon oyida mazza qilib Ramazon ro'zasini tutishga hammamizga nasib qilsin. Bugun bizda juma dam olish kuni noodatiy video olyapmiz. Do'stim bilan birga ikki do'st shu yerda chuvalchaylar cho'miltirgan chiqqanmiz. Go'sht qurtlari mana. Maqsad ozgina dam olish. Endi video davomida baliq ilinib qolsa, nur ustiga nur. Ajoyib bo'ladi. Ilinmasa ham biz dam olganimizga xursandmiz. Xullas do'stim ikkovimiz u ham eshitmagan. Sizlar bilan bir chamasi 7 yillar oldin bo'lgan bir voqeani eslab o'tamiz. Ibratli voqea. Xudo xolasa tayyor bo'lsalar ham boshladik. Agar bu video sizlarga ma'qul kelsa, shunaqangi video olib turishni qo'llab-quvvatlasalaring davomiy bo'ladi. Agar ma'qul kelmasa, shunisi birinchisi ham oxirisi ham bo'ladi. Xullas, Ramazon oyligi uchun esimga tushib ketdi. Ramazon oyi edi. Adashmasam, yoz o'rtalari edi. Kun issiq edi. Kunlardan bir kun hammada ham har xil bo'ladi. Bir kishi iftorga aytdi. Iftorga aytgan insonni iftorga o'zi borish kerak, aytilgan joyga qandaydir ko'ngil chopmasdan oyoq tortmayotdi. Shu payt qalbga bir niyat keldi. Shunday issiq kunlarda Perevalda, ya'ni Toshkent, Farg'ona vodiy Toshkent yo'nalishi bo'yicha Qamchiq dovoniga birata vizif bo'lsa, bir borib shu salqinda o'sha tomonlarda iftor qilib, aylanib kelishni niyat qilib, jentriga pul qo'yib turdim. Keyin telefon jiringlab qoldi. Soat chamasi 2:00lar, yozgi kuni. Qadrdon akamiz telefon qilishdi. Rabi aka desam, bilasizlar, Rishtonimiz kulolchilikka ixtisoslashgan. Toshkentdan ikkita mehmon kelgan. Birlari Rossiya fuqarosi, biri Toshkent fuqarosi. Ikkovi ham rus millatiga mansub ayol kishi bo'lgan. Ular Rishtonda mehmon bo'lishgan. Ertasiga soat 10:11larda yo'lga chiqishgan. Shu Perevalga chiqib, birinchi yo'lga yetmasdan Captiva avtomobili, Captiva 4-pozitsiya. Mashina o'chib qolgan. Bu yoqqa telefon qilishgan, bu yoqqa telefon qilishgan. Qo'qonga ham uzoq, Toshkentga, Yangirenga ham uzoq, o'rta joy. Topisholmagan. Hozir rivojlanib ketdi, ustaxonalar ko'payib ketdi. U paytda shunaqa bo'lgan. Biz vizifga chaqirishdi. Borib shuni yurgizib berish kerak. Bo'ldi, boramiz dedik. Taksi chaqirdim, o'zimga qadrdon ukamni. Yo'lga chiqdik. Katta ehtimol bilan benzin asos, unga filtrlar, uni alishtirishga kerakli anjomlar olib ketdik. Yo'lga chiqdik. Qo'qondan Navoiy bozorchasidan iftorlikka Gazvada yoz kuni bo'lganligi uchun bo'lichga shunga o'xshash narsalar oldik. Yo'lga chiqdik. Yo'lda sekin davom etdik. Yo'lda ketayotib sherigimga aytdim. Hozir borib Captivani yurgizsak yuradi desam, qanday bo'lishi mumkin dedi. Odatda shunaqa bo'ladi, usta kelganda mashinalar aybini ko'rsatmaydi deb kulishib bordik. Chamasi 1.5 soatlarda yetib bordik. Iftorlikka hali vaqt bor, ozgina. Endi qiziq joyi. Rus tilida Danetdan boshqasini bilmaymiz. Adindivadan boshqasini. Bordik, yetib bordik. Tunnelga yetay deganda o'ng qo'lda yalayli joyda turibdi. Bitta futbolkada boryapmiz. Pereval sovuq. Bitta
turgan joyimizda, yetib borgan joyimizda Captiva'ni ko'rdik. Endi haydovchi ham ayol kishi, yonidagi inson ham, sherik ham ayol kishi, kamiga. Ikkovi ham rus. Ular o'zbekchani bilmaydi, biz ruschani bilmaymiz. Ha. Siz chuvalchang cho'miltiryapsiz aka. Tashlayapsizmi, cho'kib ketdimi? Kelavering, chetda olamiz. Xullas, muammo nimada? Muammo tilni bilmaslikda. Shuning til bilgan el biladi dedi-yu. Ruschani bilmaymiz. Endi nima qilamiz dedik. Xudo mehribon o'zi yetkazadi deb tursak, Captivaga hali tushib kulishlarni tushirganimiz ham yo'q. Strech tomondan, chap tomondan Toshkentdan vodiyga Namanganga qaytayotgan bitta Matiz to'xtadi. O'sha shomga yaqinlashib qolgan soat qorong'i tushdi boshlagan. Matizning egasi o'tdi-da. Akalar, ustamisizlar dedi. Ustamiz qanaqa elektrik? Rosa kerakli usta ekan. Faram yonmayapti. Hozir yo'lda qorong'i tushadi, Namanganga yetib olishim kerak dedi. Aka bo'ldi, ko'rib beramiz, faqat shartimiz bor. Mana shu Captivaga kelganmiz. Shu Captivani yurgizib bo'lganimizdan keyin ko'rib ishlatib berishimiz mumkin. Vaqtingiz bo'lsa kutib tursangiz dedik. Bo'ldi, kutib turaman, boshqa ilojim yo'q dedi. Endi sizdan iltimos edik, agar iloji bo'lsa, ruschani tushunsangiz, shu mashina egalari bilan o'rtada bir tarjimonlik qilib tursangiz, ishlarni bitirib bersak. Bo'ldi. Akamiz ingliz, rus, yana qanaqadir til. Ular 4 ta 5 ta til bilar ekan. Savdogar ekan. Shu chet ellarga chiqib savdo qilib yuradigan ekan. Investor deydimi shunaqa. Xullas, aka gaplashdi. Mashinani ko'rgan usta kelibdi dedi. Telefon raqamlari bo'lgani bilan gaplasha olmaymiz ruschani. Xullas, yerda mashinani zavod qilsam, mashina o'tadi. Ular hayron. Mashina o'tamayapti dedi. Keyin tushuntirdim. Mashinani benzin asosi shunaqa narsa, qiziganda ishlamay qoladi, ozgina dam olgandan keyin shunaqa ishlab ketadi. Xohlasa ketishaversin, uzoqqa borishmaydi. Xohlasa yangi olib kelgan o'rnatib beraman, alishtirib beraman dedim. Aka mashina egasi tushuntirdi. Matiz egasi alishtirib berishga ko'nishdi. Benzin asosida yechdik. 15-20 daqiqa atrofida avtomobil, ya'ni Captiva benzin asosida alishdi. Mashina o't oldi. Keyin biz Captivani kuzatib borib, yo'lda nariga betiga o'tib, Matizni ko'rdik. Matizni farasini relasi erib ketgan ekan. Akaga tanlov berdik. Yoki signalsiz ketasiz 100 gacha yoki farasiz desak, signalsiz eplayman, margat qilib boshqa qilib, lekin farasiz qiyin deydi. Meni qarmog'im, tushib ketdi-yu. Signal relasini olib faraga qo'ydik. Fara yondi. Asosiy summa Captivadan olindi. Matizdagi akadan ko'ngillardan chiqarib rozi bo'lib bergan pullarni oldik. Eng asosiysi endi boshlanadi. Nima desalaring, Captivaga chaqirilganmiz, Captiva tuzaldi. Matiz tarjimonlik qilib berdi, Xudo yetkazib. Matiz ham bo'ldi. Endi bo'ldi, qaytamiz deb turgan paytimizda bizni mashina bilan Captiva turgan mashinani bir nariroqda, bir 10 metr nariroqda, chetroqda, aniq esimda yo'q, yo 08 yo 09 avtomobil turdi. Keyin uni egasi ikkita mashina o'tayotganimizni ko'rib, biz tomonga qarab yurdi. Havo sovuq, futbolkadamiz sovqotyapmiz, jo'nashga harakat qilib turdik, qaytishga. Shu payt aka kelishdi-da, aka ustamisiz? Ha, mashinani ko'rib bering. Mashinani borib ko'rganimizda, mashinada umuman antifriz suv yo'q, motorda oqib ketgan. Kapotni ochib qarasak, pechkani patrubkasi glushitelga pastga tegib qolgan, uzunroq bo'lgan hisobiga glushitel pechka patrubkani eritib, teshilib suv oqib ketgan.
Keyin pechkada bilasizlar ikkita patrubka kiradi. Keyin ombir, instrumentlar bor. Pechkani pramo qildik. Mashinaga suv quydik. Mashinani o't oldirdik. Mashina o't oldi. Ozgina kutib tursak, mashina bir bet qaynashni boshladi. Qarasak, termostat ishlamayapti. Termostat ishlamayotgandi. Jigilovskiy termostatlar bilasizlar, kattaroq boshqacha bo'ladi. Uni yechib olib, termostatni olib tashlab, pramo qilishcha vaqt oladi. Qo'ldan kelgancha uni ham qildik. Termostatni ichiga pona qoqib, pramo qilib, joyiga qatirdik. Termostatdan ozgina suv qo'yayotgan ekan, uni ebaksitkalar yordamida yamadik. Xullas, chamasi yarim soat, 1 soat u mashinani navra bo'ldik. Xudoning mehribonchiligini qaranglar-da. U Nur 8 egasi aka vayenniy ekan, Namanganda ishlar ekan. 2-3 oyda bir kelishar ekan. O'zlari Jizzaxdami, Surxondaryoda xizmat qilishar ekan. Namanganga uylariga kelib, yana xizmatga qaytishayotgan ekan. Eng qizig'i joyi ham shu yerda, ta'sirli joyi. O'zim tasirlanib ketganman. Mashinada ikkita yosh go'dak bor. Beravar sovuq. Sovuqda ikkita yosh go'dak 3 soatdan oshiq, 4 soatdan oshiq mashina o'sha yerda o'chib qolgan. Captiva bilan barobar o'chgan yoki Captivadan oldinroq ham o'chgan o mashina. O'sha yerda to'xtagan. O'sha to'xtagan, u bolalar sovuqda sovqotib, yaxshi baxtlariga adyol shunga o'xshash sochiq narsalar bor ekan, bolachalar o'rab qo'yishgan. Mashina tashab ketolmaydi aka. Oilaviy. Alloh go'daklarga rahmat yegan. O'sha mashina buzilgan joyda tanish bilishi yo'q bu tomonlarda, Toshkent tomonda ham, Namanganda aka yashashmagan, deyarli 1-2 marta kelib ketar ekan. Xullas, usta topish muammo joyda mashina atkaz qilib o'chib qolgan. O'chib qolgan joyida Alloh mehribonchilik qilib, puli bor, tanish bilishi bor bo'lgan Captiva avtomobilini xuddi o'sha avtomobil yonida buziltirib o'chirib qo'yapti. Natijada Captivaning egasi aloqaga chiqyapti. Egasi cheres bo'lib bizga chiqyapti tanishlari. Biz borib Captivani yurgizyapmiz. Lekin bu yerda asosiysi 2 yosh go'dakni rahmini yeb Alloh taolo bilishiga chaqirtirib qo'ygan. Ya'ni ikkala yosh go'dakni o'sha sovuqda qolib ketgan hisobiga biz o'sha yerga borib o'sha avtomobilni yurgizib berib, og'irni yengil qilib jo'natib yuborganmiz. Endi nima deyish kerak? Alloh mehribon zot go'daklarni, hayvonlarni g'amini o'zi yeydi. Ya'ni Allohga tavakkal qilganlar ishini o'zi osonlik bilan bitirib qo'yadi. Shu yerda keyin qaytayotib gaplashib keldik shopir bilan. Hozir biz nimaga keldik bu yerga? Sam Captiva o'tayotgani dedi. Yo'q, Captiva o'tayotgani kelmabmiz biz dedim. Biz ashi 09, 08, 09 shu mashinani ko'rgani kelibmiz. Sababini qara dedim. Bitta Captiva yordamida shu ikkala yosh go'dakni rahmini yeb Xudo bizni shekka jo'natib qo'yibdi. Shuning uchun nima ish qilinsa ham, qayta qilinsa ham halol bo'lsa, to'g'ri bo'lsa, keyin umidni hamma sizni, bizni umuman hammada har xil vaziyat bo'ladi. Hamma sizni unutgan paytda ham sizni unutmaydigan zot borligini siz unutmasangiz bo'ldi. Hammasi yaxshi bo'laveradi. Yana bir voqea. Kiyik voqeasini hamma eshitgan bo'lsa kerak. Bir sahroda quduq bo'ladi. Sahro bilasizlar, suvsiz joy. Kamdan kam quduq bo'ladi. Bir o'sha yo'lovchi uzoqdan quduqni ko'rib aytadi-da, shu quduqqa yetib olsam, tashnaligi zo'ridan. Shu quduqda suv bo'lsa, yonida chelak bo'lsa, chelakda suvni olib bir to'yib miriqib ichsam deb niyat qilib borsa, quduqda suv bo'ladi, lekin juda ham pastda bo'ladi, lekin olgani chelak bo'lmaydi. Rasa urinadi, lekin suv ola olmaydi. Tashnalik zo'ridan behol bo'lib tursa, bir kiyik keladi.
sahro kiyi kelib quduqqa yaqinlashganda quduqning suvi ko'tariladi mo'jiza bo'lib, quduqdan kiyik suv ichadi. Yana suv pastlab ketadi. Bu yerda nima deyish kerak endi? Bu yerda ma'no nima? Shunaqa bosinglar. Bu yerda haydayapsizmi? u yo'lovchi quduqqa borganda, aka? chelakka ishonib borganda, chelak bo'lsa suv ichaman deb borgan. Endi kiyik chelak bor, chelak bo'lsa ham suv ololmaydi. U Xudoga tavakkal qilib borgan. Xudo suvni ko'tarib bergan, suvni ichib olgan. Boridan mahol tachasida berek. Shuning uchun qayerda bo'lsak ham, nima qilsak ham, halollikda bo'lsak, chetda sho'ringlar yaxshi chiqyapti dedi, shovqinagan. Ishlarimiz o'ngidan kelaveradi. Bitta odam bor. Nasib qilib bugun baliq chiqib qolsa, yana ham yaxshi bo'ladi. Do'stim shaqa qarab ketvordi lekin. Menga yo baliq ilinyapti, yo qalmog'im ilinib qoldi yana qaytgadi. Sekin aytga qo'yamiz endi. Chiqsa baxtimiz, chiqmasa baxtimiz. Hammada har xil sohada, har xil yo'nalishda ishlaydi. Hammada har xil voqea bo'ladi. 7 yil, 8 yil bo'lgan bo'lsa ham bu voqeaga hech qachon esdan chiqmaydi. Bir ikkitasiga aytib berganman. Shuning uchun ko'ngil to'ktirmaslik kerak. Hammasi yaxshi bo'ladi. Xudo xolasa shunaqangi ish davomida bo'lgan voqealardan agar video ma'qul bo'lgan bo'lsa, yana chiqarishga harakat qilamiz. Fikrlaringizni yozib qoldirasizlar umiddamiz. Imkon qadar hech bo'lmaganda haftasiga bitta shunaqa video qo'yishga harakat qilamiz. Biz ozgina baliq ovida davom etamiz. Kallalarga dam beramiz. Va sizlarga ham baliq ovini dam olishga eng yaxshi mashg'ulot deb tavsiya qilib qolamiz. To'lg'inmi? Ha?